yana mutaxassis kelganlar. Ilhomjon Inojonov Davlat ekologik ekspertizasi markazi davlat muassasasining Namangan viloyati filiali yetakchi ekolog ekspert. Xush kelibsiz. Lavazimingiz juda ham uzoq ekan. Eng asosiysi juda ham muhim mutaxassislik. Albatta, ya'ni Rahmat. mana shu ekologiyani ham ekspertiza qilsa bo'lar ekanda, mana shunday tashkilot bor ekan. Albatta. Keling, bundan maqsad nima? Shu haqida aslan. Davlat ekologik ekspertizasining maqsadi rejalashtirilayotgan, amalga oshirish rejalashtirilgan, ko'zda tutilgan faoliyat turini yoki faoliyat yuritayotgan obyektlarni ekologik talablarga muvofiqligini aniqlashdan iborat. Ekologik ekspertizaning asosiy maqsadi shundan iborat. Bunda hozirda 2020-yil 7-sentyabrdagi 541-sonli qaror qabul qilingan. Atrof muhitga ta'sirini baholash mexanizmini takomillashtirish to'g'risidagi qaror. Ushbu qarorga asosan 143 ta faoliyat turlari belgilab qo'yilgan. Shu faoliyat turlari 4 ta toifaga ajratiladi. Ya'ni ekologik toifalar mavjud bizda. Yuqori, o'rta, past va mahalliy ta'sir ko'rsatuvchi faoliyat turlari mavjud. Ushbu faoliyat turlariga asosan har bir shu 143 ta belgilangan faoliyat turlari ekologik ekspertizadan o'tkazilishi majburiyligi belgilab qo'yilgan qarorga asosan. Birinchi va ikkinchi toifaga mansub obyektlar davlat ekologik ekspertizasini markazi tomonidan, ekologik ekspertlari tomonidan ko'rib chiqish amalga oshirilsa, qolgan 3-chi va 4-chi o'rta va mahalliy ta'sir ko'rsatuvchi faoliyat turlarini davlat ekologik ekspertizasini hududiy filiallari ekologik ekspertlar tomonidan ko'rib chiqish jarayonlari amalga oshiriladi. Bunda qanday? U faoliyat turlarini va toifalari nimalarga ko'ra ajratilishi, misol uchun ishlab chiqarish texnologik jarayonlari, ulardan chiqariladigan tashlamalar miqdori, xavflilik darajalariga qarab turib toifalarga ajratilgan. Endi ekologik ekspertizaning maqsadi ham buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ekologik loyihalarni ko'rib chiqish va ularni shu ekologik talablarga mosligini, shu faoliyatni amalga oshirish mumkin yoki mumkin emas, atrof muhitga ta'siri qanday, shularni asosan baholashdan iborat. Umuman olganda har qanday tadbirkorlik loyihalari bu ekologik ekspertizadan o'tkaziladi va ekologik ekspertizadan o'tkaziladi. Bu majburiy qilib belgilangan. Endi qarorga asosan ekologik qonunchilikka asosan va bu aytib o'tganimiz 541-sonli qarorda ham yozib qo'yilgan alohida shu 143 ta ko'rsatilgan faoliyat turlaridan tashqari ham boshqa faoliyat turlari bo'ladigan bo'lsa ham ularni davlat ekologik ekspertiza markazi qoshida tashkil qilingan ekologik ekspertlar kengash tashkil qilingan. O'sha kengash qaroriga asosan ko'rib chiqiladi va xavflilik darajalariga qarab turib ularni ham ekologik ekspertizadan o'tkazish masalasi ko'rib chiqib va ushbu qarorga asosan, ya'ni ekspertlar kengash qaroriga asosan toifalar aniqlanadi va o'tkazmaslik masalalari shu qarorga asosan belgilanadi. Mana shu ekspertizani bir ijobiy xulosasini olish tartibi qanday bo'ladi? Ekspertizani ijobiy xulosasini olish tartibi, misol uchun bir tadbirkor bir faoliyatni amalga oshirishni rejalashtirdi va ushbu faoliyatni amalga oshirishdan oldin, ya'ni yer tanlash bosqichida ekologik loyiha ishlab chiqadi. Bu ekologik ekspertiza o'tkazishda bir nechta bo'limlar bor, bir necha turlari mavjud. Misol uchun ekologik ekspertiza atrof muhitga ta'sirini baholashni bir necha bosqichlardan iborat. Birinchi bosqichida atrof muhitga ta'sir to'g'risidagi bayonot loyihasi ishlab chiqiladi. Ya'ni tadbirkor joy tanlash pallasida turibdi, hali faoliyatni amalga oshirishni boshlagani yo'q. Shu paytda ishlab chiqiladigan birinchi bosqich ekologik ekspertiza to'g'risidagi bayonot loyihasini ishlab chiqish va uni bizga taqdim qiladi. Bu hech qanaqa qog'ozbozliklarsiz, hech qanday bir yugurishsiz hech qayerga bormay, tadbirkor o'zining ofisida o'tirgan holatda elektron ключidan ekologiya ekoservis platformasi mavjud, joriy qilingan ekoservis.uz saytiga kiradi va elektron ключi orqali bizga loyihani yuboradi. Loyihani ko'rib chiqish muddatlari bularni toifalarga qarab turib belgilangan. Har bir toifa uchun alohida muddatlar belgilab qo'yilgan. Ushbu loyihani biz ekolog ekspertlar tomonidan ko'rib chiqamiz va o'zimizni
ijobiy yoki salbiy xulosamizni taqdim qilamiz. Demak, mutaxassislar bilan birgalikda amalga oshirilgan Albatta. ma'qul. Bunda ijobiy va salbiy xulosa olishga sabab bo'ladigan, asos bo'ladigan yana bir jihatlari bor. Misol uchun borib joyiga chiqib o'rganish holatlari bo'ladi. Obyektni rejalashtirishdi va bizga loyiha taqdim qilindi. Bu loyihani o'rganib chiqish uchun biz ekspert mutaxassislarimiz, ekologik ekspertlarimiz tomonidan obyektni joyiga borib o'rganamiz. U yerdagi atrof muhitga ta'siri qay darajada bo'lishi, inson salomatligiga bo'ladigan zararli ta'sirlarni qay darajadaligi, aholidan masofasi qay darajadaligi va belgilangan shu amalga oshirish rejalashtirilgan faoliyat turidan kelib chiqib turib qay darajada zararli ta'sir ko'rsatishi mumkinligi birinchi bosqichda ko'rib chiqiladi. Hali bu rejada turibdi, amalga oshirilmadi. Buni ikkinchi bosqich sifatida ekologik oqibatlar to'g'risidagi bayonot loyihasi ishlab chiqiladi. Bu atrof muhitga ta'sir ko'rsatishning yakuniy bosqichi hisoblanib, ekologik oqibatlar to'g'risidagi bayonotda obyekt faoliyatini qabul qilishdan oldin, ya'ni obyekt qurib bitkazildi, faoliyatni boshlashga tayyor holatda turibdi. Bunda tadbirkor tomonidan ekologik oqibatlar to'g'risidagi bayonot loyihasi ishlab chiqilib, bizga taqdim qilinadi. Bu holatda biz borib joyiga chiqib o'rganib, o'rnatilgan texnologiyalarning samaradorligi, ishlash samaradorligi, bu zamonaviyligi, hozirgi kun talablariga javob bermasligi, haqiqatda ishlab chiqarish quvvatida belgilangan ular tomonidan bizga topshirilgan loyihada ko'rsatilgani bilan bir xilmi yoki farq qiladi. Shu jihatlarni ham o'rganib chiqamiz va o'zimizni tegishli xulosamizni beramiz. Mana shu o'rganishlar davomida viloyatimiz bo'ylab tashkilot tomonidan o'tgan yilda yoki bu yilning o'tgan davriga nisbatan qanaqa ishlar olib borildi? O'tgan yilda misol qiladigan bo'lsak, 2025-yil davomida viloyatimizda Namangan viloyati ekologik ekspertiza markazi Namangan viloyati filiali tomonidan 3087 ta xulosa taqdim qildik tadbirkorlik subyektlariga va fuqarolarga, jismoniy shaxslarga. Shundan 3032 tasi ijobiy, 52 tasini qayta ishlashga, ya'ni kamchiliklarni bartaraf qilgunga qadar qayta ishlashga qaytarilgan va 3 donasi salbiy xulosa, ya'ni talablarga javob bermaganligi uchun, O'sha ekologiyaga zararli deb topilgani uchun salbiy xulosa qilib qaytarganmiz. Bundan tashqari viloyatimiz hududida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlarini xatlov qilish ishlarini amalga oshirilmoqda. 2000 misol uchun o'tgan yil oladigan bo'lsak, bizda elektron tizim yo'lga qo'yilgan, elektron platforma joriy qilingan. Bu platformaga asosan buni imkoniyatlari kundan kunga kengayib bormoqda. Misol uchun hozirda viloyatda jami faoliyat yuritayotgan obyektlarni, ya'ni tadbirkorlik subyektlarini joyiga chiqib, ularga xat tarqatish imkoniyatlari bu darajada, ya'ni barchasiga keng imkoniyatimiz yetmaganligi tufayli elektron ishlar bizni ishimizni yanada qulaylashtirmoqda, osonlashtirmoqda. Tadbirkorlik subyektlariga telefon raqamlariga ogohlantirish, ya'ni tavsiya ko'rinishida ekologik ekspeditsiyasiz faoliyat yuritayotganligini va ekologik ekspeditsiyaning ijobiy xulosasini olmasdan faoliyat yuritish ekologik qonunlarga to'g'ri kelmasligi haqida ogohlantirish xatlari yuborilmoqda. Bu ham bizning ishimizni osonlashtirib, xatlov imkoniyatlarimizni, ya'ni tadbirkorlik subyektlarining xatlov qilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda, yanada kengaytirmoqda. Albatta, bu juda ham muhim. Umuman olganda ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Chunki mana o'tgan ayniqsa qish mavsumida qanaqa ko'rdik, Toshkent viloyati misolida yoki bo'lmasa o'zimizni Namangan shahrida ham bu jarayonlar juda ham muhim. Va bu ekspertiza jarayonida sizlarga kuch-quvvat tilaymiz. Chunki hamma havodan nafas oladi. Buning uchun sizlar juda ham mas'ul shaxssizlar. Albatta. Rahmat, salomat bo'ling deymiz. Umuman olganda atrof muhitni asrash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kelajak avlodni ham bir yaxshi yashashini ta'minlaydi-da. Har birimiz o'zimizga bog'liq. Tabiat bizga berayotgan ne'matlarni shunday holida kelajakka yetkazish esa har bir insonning eng asosiy burchi hisoblanadi va bu jarayonlarda hammamiz hamjihatmiz, birgamiz va berayotgan ma'lumotlarimizdan to'g'ri xulosa chiqardingiz degan umiddamiz.